Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida ekologik xavfsizlik va atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Uning doirasida ko'rgazma, ochiq muloqot va mutaxassislar taqdimotlari hamda ommaviy daraxt ekish aksiyasi o'tkazildi. Mirzaobod tumanida bugungi kunning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof muhit muhofazasi va aholining ekotizimlarga mas'uliyatli munosabatlarini kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida ko'rgazma, ochiq muloqotlar, mutaxassislar ishtirokida taqdimotlar, shuningdek, amaliy targ'ibot sifatida daraxt ekish aksiyasi ham tashkil qilindi. Mazkur seminarda hududning ekologik holati, muammo va yechimlar, yashil maydonlarni ko'paytirish strategiyasi, chiqindilarni to'g'ri boshqarish hamda aholining ekologik madaniyatini oshirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, so'nggi yillarda mamlakatimizda ekologik siyosatga qaratilgan e'tibor, xususan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Ilmiy-amaliy seminar doirasida tashkil etilgan maxsus ko'rgazma ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Unda joylarda amalga oshirilayotgan ekologik loyihalar, o'quvchi yoshlarning innovatsion g'oyalari, qo'l mehnati asosida yaratilgan ekologik mahsulotlar hamda yangi turdagi ko'chat navlari namoyish etildi. Tadbirning amaliy qismi sifatida Yashil makon tashabbusini qo'llab-quvvatlash maqsadida ommaviy daraxt ekish aksiyasi ham tashkil etildi. Aksiyada davlat tashkilotlari xodimlari, yoshlar, faol mahalla vakillari hamda ko'ngillilar ishtirok etib, 5000 tutdan ziyod mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bugun mana Mirzaobod tumanimizda hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan Yashil makon umumiy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasini o'tkazyapmiz. Bu nafaqat bu yerda ko'chat ekish aksiyasi, balki Sirdaryo yoshlarini ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan bir asosiy tadbirlardan biri hisoblanadi. Bu yerda asosan yuzlab yoshlarimizni jalb qilganimiz sababi avvalambor mana shu ekologik madaniyatni o'rgatish, daraxtlarni qanday ekishni o'rgatish va daraxt ekish jarayonida iqlimimizga mos daraxtlarni, viloyatimizga mos daraxtlarni ekishni ko'rsatib berdik. 3 jarayondan iborat bo'ldi seminarimiz. 2 gektar maydonga 5000 ga yaqin daraxt olib kelingan, ko'chatlar olib kelingan. Bu hammasi Sirdaryo viloyatiga moslashgan daraxtlar. Seminar yakunida atrof muhitni muhofaza qilish borasida bir qator amaliy taklif va tavsiyalar qabul qilinib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha kelishib olindi.